Damirzaevga qilinadigan dorilarni dozasini ko'tarasizlar, xo'pmi? Doktor, siz bilan xo'jayinim haqida yana gaplashmoqchi edim. Iltimos, ularni saqlab qoling. Mayli oyoqlarini kesish kerak bo'lsa, o'zim oyoq bo'laman. Mayli yurmasalar ham o'zim qarayman. Chet elga olib borish kerak bo'lsa olib boraman. Qancha pul kerak bo'lsa beraman. Kim kerak, nima kerak, hammasini topib kelaman. Jon doktor, faqat yashasinlar, iltimos. Bo'ldi, men sizni tushundim. Shifo Allohdan. Sizga to'g'risini aytaman, xo'jayiningizni kasalliklari oxirgi bosqichda. Oyoqlarini kesishimiz mumkin, lekin 99% foyda bo'lmasligi mumkin. Amaliyot yaxshi o'tgani bilan xo'jayiningiz ahvollari yana 3-4 kun ichida o'z holiga qaytib qoladimi deb qo'rqaman. Mayli, shu 3-4 kun uchun hayotimni berishga tayyorman. Farzandlarimizni birga katta qildik. Ularni to'ylarini ko'rishlarini xohlayman. Bosh bo'lishlarini xohlayman, doktor. Iltimos, shu kunlar men uchun, farzandlarim uchun armon bo'lib qolmasin. Iltimos, bor imkoniyatlardan foydalanaylik. Doktor. Mayli, men sizni tushundim. Qani, yuring, xonaga kiraylik. Kerakli narsalarni yozib beraman. Menga qarang. Sizga tegib nima ko'rdimmi? Boshqalarni eriga o'xshab, tilla taqinchoqlar u yoqda tursin, bir tuzukroq narsa olib berganingizni eslaysizmi menga? Voy, shukr qilsang-chi. Yeyishga noning, yashashga uying bor. Bolalarimizni bekam-ko'z o'stiryapmiz. Ozgina sabr qilib turgin. Hammasi joyiga tushib ketadi. Sabr. 15 yildan beri sabr qildingiz. Shuncha sabr qildim. Nima o'zgardi? Hech narsa o'zgargani yo'q. Men qachon yashayman odamlarga o'xshab? Dugonalarim har yili qaysidir bir davlatda, Dubaydami, Antaliyadami dam olib keladi. Men-chi, meni qayerga olib bordingiz? Bir kun bizga ham nasib qolib qolar. Qachon? Qaragandami? Endi hozir sharoitimiz shunday. Ko'ryapsan-ku, topganimiz bolalarimizni o'qishga ketib qolyapti. Ko'proq pul toping. Erkaksiz-ku. Nimaga boshqa erkaklar pul topar ekan-ku, siz topmaysiz? Nimaga meni dugonalarim allambalo mashinalarda yuradi? Men avtobusda yurishim kerak yoki metroda, Ulardan meni qayerim kam? Hech kimdan kam joying yo'q, to'g'ri. Lekin Alloh kimgadir boylik, kimgadir yo'qlik bilan sinaydi-da, Nafisa. Boshladingizmi yana shu gaplaringizni? Undan ko'ra pul topish yo'lini o'ylang. Nima qildingsan? Xorijga ishlashga ketaymi? Keting. Men endi bunaqa yashashni xohlamayman. Alo. Dadasi uydamisiz? Yo'q, ish bilan ko'chada edim. Nafisa, yig'layapsanmi? Dadasi, xorijga ketmang, iltimos sizdan. Tinchlikmi? Meni kechiring. Siz bizga keraksiz. Men noshukrlik qildim. Men u yoqdagi o'rtoqlarim bilan maslahatlashib, hujjatlarni endi tayyorlay boshlagandim. Yo'q, to'xtating, iltimos. Bu gaplarni unuting. Maylimi? Napi, keyin yana o'zgarib uydan haydamaysanmi ish qilib? Yo'q, qo'rqmang. Haydamayman. Esimni yig'ib oldim. Mayli, xo'p. Bo'pti.